2026 Atura NST-PACE bu yapon muhandisligi, sport ruhi va zamonaviy texnologiyaning mukammal uyg'unlashuvi bo'lib, superkarlar olamida yangi bosqichni boshlab beradi. Ushbu model nafaqat yuqori tezlik, balki ilg'or gibrid tizimi, agressiv dizayni va hayratlanarli ichki qulayligi bilan ham ajralib turadi. Atura muhandislari ushbu avlodda oldingi nisf muvaffaqiyatlarni yanada mukammallashtirib, haydovchilarga chinakam sport tajribasini taqdim etishni maqsad qilgan. Tashqi ko'rinishda 2026 NST-PACE yanada keskin va aerodinamik shakllarga ega. Old qismi kengaytirilgan havo kirish panjaralari, past profil va LED matritsali farlar bilan bezatilgan bo'lib, avtomobilga agressiv va zamonaviy ko'rinish beradi. Yon tomondagi chuqur chiziqlar va karbon tolali aerodinamik elementlar tezlikda barqarorlikni oshiradi. Orqa qismda esa sport diffuzori, 3 chiqishli egzoz tizimi va keng spoiler joylashgan bo'lib, bu dizayn nafaqat chiroy uchun, balki yuqori tezlikda maksimal bosim hosil qilish uchun xizmat qiladi. Kapot ostida haqiqiy qudrat yashiringan. 2026 Atura NST-PACE gibrid dvigatel tizimi bilan jihozlangan bo'lib, u 2 turbinali va 6 benzin dvigateli va 3 ta elektr motoridan iborat. Ushbu kombinatsiya umumiy hisobda taxminan 650 ot kuchiga yaqin quvvat ishlab chiqaradi. Elektr motorlar tezkor tezlanishni ta'minlab, turbola kechikishini kamaytiradi va yoqilgi samaradorligini oshiradi. Oxdan 100 km/soat tezlikka chiqish atigi 2,8 soniyani tashkil etadi. Maksimal tezlik esa 320 km/soat atrofida bo'lishi kutilmoqda. Yangi 9 pogonali 2 muftali avtomat uzatmalar qutisi tez va silliq uzatma almashinuvini ta'minlaydi. Shavt to'liq uzatma tizimi esa burilishlarda maksimal yopishuv va boshqaruv aniqligini taqdim etadi. Haydovchi bir nechta rejimlardan foydalanishi mumkin: Quiet, Sport va Track. Har bir rejim dvigatel javobi, rul sezgirligi va osma tizimining qattiqligini o'zgartirib, turli haydash sharoitlariga moslashadi. Salon ichkarisida sport va hashamat uyg'unligi seziladi. Yumshoq alkantara o'rindiqlar, karbon tolali bezaklar va premium teri qoplamalar avtomobilga o'ziga xos nafislik bag'ishlaydi. To'liq raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli ko'rsatadi. 10,2 dyuymli sensorli ekran Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi bilan qulay multimedia boshqaruvini ta'minlaydi. Premium audio tizimi esa safarni yanada maroqli qiladi. Xavfsizlik borasida ham 2026 NST-PACE yuqori darajani namoyish etadi. Avtomobil adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormoz tizimi, kor zona monitoringi, yo'ldan chiqishni ogohlantirish va 360 darajali kamera bilan jihozlangan. Bularning barchasi haydovchiga ishonchli va xavfsiz boshqaruvni ta'minlaydi. Yonilg'i tejamkorligi ham bu superkarning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Gibrid tizim tufayli u o'z sinfidagi ko'plab raqobatchilarga qaraganda kamroq yoqilg'i sarflaydi va ekologik talablarga mos keladi. Shahar sharoitida elektr motor yordamida qisqa masofalarni deyarli shovqinsiz bosib o'tish imkoniyati mavjud. 2026 Atura NST-PACE bu faqat tezlik uchun yaratilgan avtomobil emas, balki texnologiya, dizayn va qulaylikning mukammal uyg'unligi. U sport avtomobil ishqibozlari uchun orzu qilinadigan model bo'lib, zamonaviy superkarlar orasida o'ziga xos o'rin egallaydi. Agar siz yuqori unumdorlik, agressiv tashqi ko'rinish va premium sifatni bir tanada ko'rishni istasangiz, NST-PACE siz uchun ideal tanlov bo'la oladi.